Hamyurtimizda yaxshi. Tizza zarbalari Isayev. Ikkisi ham hali mag'lub bo'lmagan. Ikkisi ham g'alabali seriyaga ega. ...90 kilogramm toifasida bo'lib o'tyapti ushbu jang. Shu sababdan har bir zarba og'ir va nokautbop bo'lishi mumkin. Oraliq vazn toifasi deyiladi odatda. O'rta vazn hamda yarim og'ir vaznning orasi. Yaxshi va yakuniga yetkaza oldi, biroq harakat qilmoqda Isayev. Kerak, takedown amalga oshdi, faqat nazorat yo'q hozircha. Isayev hozir ustunlikni qo'lga olmoqda va pozitsiyani ushlayapti. Tizzalar to'qnashuvi juda ham bir og'ir bo'ladigan vaziyat bo'lsa, agar hozir ustunlik ko'proq Isayev tomonda bo'ladi, agar mana bunday klinch holatida. Ha, albatta. Ayniqsa tizza zarbalari unga qo'l keladi. Lekin vaziyatni o'zgartirdi Shukurjon va jangni parterga ko'chirishga harakat qilmoqda. Yomon emas. Abdurahimov Panjar yonidagi kurash davom etyapti. Zarba hamyurtimizdan aniq chiqmadi. Takedownga harakat bir oyoq bilan davom etyapti hozircha. Zarbalar o'tkazib boryapti. Lekin u juda ham chidamli jangchi ekanligini o'sha Islom Baltayev bilan jangda ko'rsatgan edi. Chempionlik jangida, ATF ligasida. Faollik so'rayapti Halil Mamayev. Albatta, odatda muxlislar bunday janglarni yoqtirmaydi. Ya'ni panjar yonida bo'ladigan janglarni yoqtirishmaydi. Mana tanaga kuchli zarbani yo'lladi Isayev. Bir marotaba shu 10 soniya menimcha kerak emas. Shunchaki jangni yakunlab qo'yish lozim. Umuman jang boshlanishi to'g'ri boshlangan. Va birinchi raund o'z yakuniga yetdi do'stlar. Har bir jang, har bir mag'lubiyatga uchradi. Mana takroriy lavhalar. Aynan o'sha stoykada jang yaxshi kechayotgan edi. Shukurjon ustunlik qilayotgan edi. Stoykada boshlanishi ajoyib tarzda boshlandi. Va mana shu ikkinchi raundda ham davom ettirishga harakat qilish kerak mana shu ustunlikni. Oldi do'stlar, eslatib o'tamiz, 90 kilogramm vazn toifasi. Shukurjon Abdurahimov O'zbekiston, Magomed Isayev Qirg'iziston do'stlar. Yaxshi overhand. Low kick Abdurahimov. Demak, ushbu kartda to'qnash kelgan birinchi mag'lubiyatsiz jangchilar ekan. O'zi bu kartda ikkita mag'lubiyatsiz to'qnashuv bor. Birinchisi aynan mana shu, ikkinchisi esa asosiy jang Xotanbek Boynazarov va Magomed Habib Ramazanov o'rtasida bo'ladi. Ko'ramiz. Bugun aynan hozir mana shu jangdan so'ng qaysidir jangchi o'zining rekordidagi 0 ni berib qo'yish kerak bo'ladi. Faoliyatidagi ilk mag'lubiyatini yaxshi bo'ldi. Ajoyib zarba do'stlar. Tutib oldi Abdurahimov. Aytdim-ku, stoykada zarbalar bilan davom ettirish kerak. Raqib yopishishga harakat qiladi. Mana shu vaziyatda zarbalar bilan davom ettirish kerak va qonun qoidani buzmaslik kerak. Hozir orqa miyaga zarba berib yubordi. Yo'q, o'ziga kela oldi. Isayev o'ziga kela oldi. Yaxshi, lekin zarba mana shu raqibni sezdirib ham qo'ydi. Stoykada kim bu yerda xo'jayin ekanligiga. Ha, Qirg'izistonda ham
professional MMA juda yaxshi rivojlangan, bilasiz. O'sha UFC'da o'z chempioniga ham ega Valentina Shevchenko. Miqtabek O'ralboy ajoyib harakat qilyapti. Uran Satibaldiyev ham asta-sekin ushbu ligada o'z o'rnini topishga harakat qiladi. Edil Yesengulovni aytishimiz mumkin, Jakslikni aytishimiz mumkin. Xullas, juda ham yaxshi rivojlangan Qirg'iziston. Menimcha O'rta Osiyodan hali umuman jangchi yo'q vaqtida ham Qirg'izistonda chempion bordi UFC'da. Erkaklardan O'rta Osiyoda Mahmud Murodov birinchi bo'lgan, lekin ayollarda chempion allaqachon u vaqt Valentina Shevchenko edi. Markaziy Osiyoda Mahmud Murodov Markaziy Osiyoda ilk UFC jangchisi. Ilk UFC erkak jangchisi. Bunga aniqlik kiritib olish kerak. Menimcha Shavkat Rahmonov keyin qo'shilganmi? Shavkat Rahmonov keyin qo'shilgan. Bu aniqlik kiritish shart emas, bu aniq narsa. Morozovchi. Mahmud Murodov birinchi debyut qilgan. O'zi ham ko'p bora intervyularda aytib o'tgan bu holatni. Davom etamiz do'stlar. Mana endi jang parterga ko'chyapti do'stlar. Isayev jangni parterga ko'chira oldi. Mount holatiga ham o'tib ketdi. Endi juda qiyin vaziyatga tushib qoldi. Abdurahimov o'ng qo'l zarbasi Isayevdan. Zarbalar ketma-ketligi. Hozir back mount holatiga o'tib olishga yaqin va bu holat biroz qiyinroq bo'ladi endi. Chunki zarbalarni ko'rmasligi mumkin bu vaziyatda. Mana bu zarbalarni o'tkazib yuboryapti, astoydil harakat qilyapti Shukurjon. Aylanaverib kuch ham ko'p ketadi-da, eng yomoni mana shu holatda. Isayevga hozir rostda kamiga omad kulib boqdi. Tirsak zarbasi. O'zi moytaychilar tirsakni yaxshi beradi baribir. Halil Mamiyev ham diqqat bilan kuzatyapti bu holatni. O'ng qo'l zarbalari yaxshi o'tyapti hozir. Juda qiyin vaziyatda Abdurahimov. 1 daqiqadan kamroq vaqt bor. Biroz dosh berish kerak. Mount holati o'zi yo'qqa chiqdi menimcha. Gard holatida davom etadi jang. Mana shu tarzda zarba yo'llashga imkon bermaslik kerak. Abdurahimov 20 soniya vaqt bor ushbu raund yakuniga. Bosh qismiga zarbalar yo'llayapti. Va shu tariqa ikkinchi raund ham o'z poyoniga yetdi. Mana qay tarzda jangni parterga ko'chira oldi Isayev. Demak, hal qiluvchi raund do'stlar. 3-raund. Mana shu raundni o'zimizniki qilishimiz kerak. Chunki ikkinchi raund silliq o'tmadi biz uchun. Overhand. Yaxshi zarbalar. Ajoyib zarbalar. Abdurahimov ketma-ketlik yaxshi o'ylab topildi hozir. Faqat davom etish kerak. Oyoqni tortib keta oladim, biroz qiyin-da bu vaziyatda. Biroz qiyin. Endi qiyinlashib ketdi rostdan ham. Raqib biroz yaqin kelib qoldi.
Endi mana shu vaziyatdan iloji boricha raqibni ustiga chiqarmasdan chiqib ketish kerak. Lekin harakat qilyapti hali ham, mana shu oyoqni qo'yib borgani yo'q. Zarbalar yo'llayapti raqib. Yana aytaman, Oyog'ida og'riq bor. stoykada jang yaxshi Faqat kechayotgan. qo'yib yuborilyapti. Mana endi pozitsiyani berib qo'yadi degan bir pallada oyoqqa tura oldi-ku, lekin xavf bartaraf etilgani yo'q to'la to'kis. Takedownga harakat qilyapti Isayev, lekin o'zi Ajoyib, ajoyib. Abdurahimov bermadi va o'ziga qulay pozitsiyaga o'ta oldi. Mana shu ruhda, mana shu tarzda davom etish kerak. Raqib turishga harakat qilyapti baribir. Mana bu yerda nazorat bor endi. Endi qiyin bo'ladi turish raqibga ham baribir. Chunki og'ir vaznli baribir 90 kg bu kam vazn emas. Yaxshi, davom etish kerak. Hammer fistlar kerak. Mana bunday tizza zarbalari kerak. Davom etaverish kerak. Ajoyib. Abdurahimov. Qoyil. Backmount holatini yuzaga keltirish ham mumkin. Yo'q, hozircha Qo'lini tortib ketishga harakat qilmoqchi. Arimbar amalga oshadimi? Kimura menimcha Arimbar emas, Kimurani amalga oshiryapti. Kimura. Qoyil. Deyarli o'xshayapti. Udosh beryapti hozircha Isayev. Lekin oxirga yetkazishga umid qilamiz. Abdurahimov Sinib ketishi hech gap emas qo'lni. Shu sababdan Isayev o'zini sog'lig'ini o'ylaydi degan umiddamiz agar chora shunday kelib qolsa. Bermadi. Qoyil dosh berdi, lekin baribir qo'li ishdan chiqdi. Baribir og'riq bilinadi. Muhimi raund bizni foydamizga hal bo'lyapti borgan sari. Albatta, mana ketma-ket tirsak zarbalarini yo'llayverish kerak. Bel qismiga zarba berib yubordi. Mana endi Arimbarga o'tadimi yoki Kimuragami? Kimura hali hamon. Arimbar menimcha xommish bu yerda. Ketdi, tortdi, yana bir karra. Kimurani amalga oshiryapti. Hali vaqt bor, uddalasa bo'ladi. Lekin bermayapti Isayev. Mana endi juda ham qiyin vaziyatga tushib qoldi Isayev. Qo'llari tayyor taslim bo'lishga. Qarang. Juda ham qiyin vaziyat. Dosh beryapti Qoyil Isayev. Menimcha vaqt oz qolganini murabbiylari ham aytishyapti. Shu sababdan ham chidayapti u. 1 daqiqa vaqt bor, 1 daqiqadan ozroq 50 soniya. Lekin sinib ketsa hech kim chidamaydi. Qarang. Isayevning bardoshiga Qoyil. Shunchaki tasanno. O'zi charchadi. Abdurahimov Kimurani amalga oshirib oxiriga yetkaza olmadi. Dosh berdi, lekin yaqqol total ustunlik 3-raund do'stlar. 20 soniya. Abdurahimovga ham Qoyil. Zarbalar uchun qulay pozitsiyaga chiqib oldi Abdurahimov. O'n soniya. Do'stlar, ajoyib jang Abdurahimovdan, yana bir ajoyib chiqish. Mana uning harakatlari. Aktivlik ko'ryapti arenadan. Va shu tariqa jang o'z poyoniga yetdi do'stlar.